vodiy ichida Namangan eng peshqadam bo'lsa, Namangan ichida eng peshqadami Kosonsoy. Ular Sharifchondomlarning eng yaqinlari. Bu kishi o'tkazib borib birga kelganlar. Bu kishi Sharifchondomlarning shofirlari. Doim birga olib yuradilar. Sharifchondomlarning eng qadrlari ham jondomlar, uncha qadrdon. Toshkentda Andijonda bilamiz. Bu kishi ukalari o'tkazib borib birga siz bilan kelganlar. Eslab bizlar risolatda oshxonada o'tirdik. Soqonlarga duo qildik. Bu kosonliklar namozga ham to'ymaydi, zakotga ham to'ymaydi, hajga ham to'ymaydi, umraga ham to'ymaydi. Shunaqa xalq ekanda bir muhabbatli. U joylarni muhabbatiga xizmat qilgan ulamolar bor, olimlar bor. O'zidan o'zi ixlosli bo'lib qolmagan o'sha ulamolarning nasihatlarini olib, pandi nasihat olib, oyat, hadislarni eshitib, shunday muhabbat bo'lib qolgan. Xudoya davri qiyomatgacha amin. Muhabbat olib qo'ymasin. Amin. Nafaqat Kosonsoydan butun xalqimizni Xudoya shu Kosonsoydagi mo'min musulmonlar singari ixlosli, muhabbatli, ibodatli qilsin Parvardigor. Hammanglarning umranglar qabul bo'lsin. Amin. Men hozir ham duo qildim, bu yerga o'zimizni qancha tog'dan og'ir, tog'dan katta gunohlar bilan kelgan bo'lsak, bu yerga bizlar ota-onalarimizni gunohlarini ko'tarib keldik. Bizlarni katta qilaman deb bechoralar namoz o'qiy olmadi, ro'za tuta olmadi. Parvardigor ularning gunohlarini kechirgin. Parvardigor. Qaniydi hozir hayot bo'lsa, boshimizni ko'tarib olib kelamiz. Lekin taqdiri azal ekan Parvardigor. Ular kelmagan bo'lsalar ham lekin Ka'batullohni qayta tavof qilib ularning haqqiga duo qilyapmiz. Umra qilib ularning haqqiga duo qilyapmiz. Qabul qilgin. Ularni ham mag'firat qilgin, oxiratlarini obod qilgin. Parvardigor la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan bandang borki, dunyoda xo'r qilma Parvardigor. Dunyoda sharmanda